Qozog'iston soqchilari Sharqi Turkistonda Xitoyning jazo lagerlariga qamalgan Uyg'ur va qozoqlarning erkinligiga erishish uchun faoliyat olib berayotgan Otyor tashkilotining raisi Serjan Pilashni qo'lga oldi. Sharqi Turkistonda tug'ilgan va keyincha Qozog'iston vatandoshi bo'lgan Serjan Pilashning davlat bexatarlik doiralari tomonidan Olmaotada turayotgan mehmonxonada tutib ketilganligi va poytaxt Ostonaga avatilganligi bildirildi. Qo'lga olish voqeasining butunlay siyosiy sabablar bilan bo'lganligini bildirgan Otyor tashkilotining advokati Ayman Umarova muxbirlar qilgan so'zida Serjan Pilashni oqlash uchun Ostonaga kelganligini aytdi. Ostona soqchi idorasining boshlig'i Serjanning qo'lga ilinishi haqida fikr bayon qilmadi. Lekin Serjan Pilashning nafrat xarakterlik so'z qilish sababli tutilganligi bildirilmoqda. Türk Mermer şirketi qatnaşkan Xiamen 150 tabiiy toshlar va texnik ko'rgazmasiga qatnaşkan Türk mermerchilar hayron qolarlik hodisiga duch keldi. Xitoy soqchilarining 2016-yildan buyon Guangzhou, Yunfo va Turkiyada ishxonalari bor bo'lgan shirkatning 4 nafar mas'ulini turayotgan mehmonxonadan tutib ketganligi bildirildi. Bu shirkatning 24 million liralik bosh o'g'irlashga chetilib qolganligi sababli tutilganligi bildirilgan. Dünya Bankası Arakanlık Müslüman musafirlarga yordam qilish uchun Bengalga 165 million dollar i'ona qilishni tasdiqladi. Dünya Bankası e'lon qilgan bayonotda bu 165 million dollarning bermidagi zo'ravonlikdan qochgan arakanlik musulmonlarning ijtimoiy hayotining asli kelishi va asosiy mulozimatlardan bahranishga kafolatlik qilish uchun Bengalga yordam berilganligi bildirildi. Venezuela prezidenti Maduro bugun to'xtab qilish masalasini 70% hal qilgan edi. Afsuski elektr torimiz faqat Amerikalik ega bo'lgan texnika orqali qilingan hujumga uchirdi dedi. Obama Yamaykada so'z qilganda g'alati ifoda bildirildi. Obama Venezuelani davlat bexatarligi tahdid deb qarashni rad qilgan edi. Tarixdagi eng jiddiy siyosiy krizisni boshdan kechirayotgan Venezuela to'ksiz 2 kunni o'tkazgandan keyin hokimiyat beshidagi Venezuela Birlashma Sotsial partiyasi tarafidan poytaxt Caracasdagi prezident saroyi oldida Maduro'ni qo'llash faoliyati o'tkazildi. Xitoy bilan Amerika orasidagi savdo suhbatining oxirgi qitimliq muzokara yig'inida muhim temalarda o'rtaq tonish hosil qilganligi bildirildi. Xitoy Xalq bankasining boshlig'i Yigang savdo suhbatining oxirgi qitimliq muzokara yig'inida Amerika bilan tashqi perevod nisbati qatorliq masalalarning muzokara qilinganligi va nurg'un jihatda fikr birdakligi hosil qilinganligi bildirildi.